Xayri kun hammaga. Hozir sizlarga tavsiya qiladigan mahsulotim ko'p ayollarda bo'lgan muammo. Bu nima? Ortiqcha yog', semizlik va organizmda kelib chiqadigan turli gormonal o'zgarishlar. Birinchi o'rinda sizlar qiladigan sheylar ichaklarni, ya'ni ichaklarni 11 metr ichak bo'lsa, o'shani polni tozalash kerak. Hamma narsa muammo, yuzdagi ham, tanadagi muammolar ham hammasi ichaklardagi toksinlardan, shlaklardan kelib chiqadi. Chunki hammamiz yeymiz, hammamiz ko'chadan ovqatlanamiz, har xil ximikal, chunki poliz ekinlari ham ximikal bo'lib ketdi. Hammani shu uchun ham organizmni ichki tomonidan tozalab, ozib, sog'lomlashtirishimiz kerak. Ana undan keyin tanamiz ham sog'lom bo'ladi, yuzimiz ham sog'lom bo'ladi. Dermatokosmetolog sifatida sizlarga tavsiya qilaman. Xitoy tabobatida ishlab chiqarilgan, tarkibida ximikal bo'lmagan giyohlardan iborat. Hozirda qarang, siz dermatokosmetologsiz, o'z sohangiz mutaxassisiz. Sizga savolim bor edi. Xo'sh. Siz ko'proq yuz sohasini yoshartirish, har xil mezoterapiyalar bilan ishlaysiz. O'sha mezoterapiyalar, botulotoksinlar yuzga yaxshi, chiroyli effekt berish uchun detoks mahsulotlarining roli qanaqa deb o'ylaysiz? Endi qarang. Bizlar qiladigan proseduralar mezoterapiya bo'lsin, botuloterapiya bo'lsin, bioretizatlar bo'lsin, ularni klientlarni kelib prosedura olib ketgandan keyin bizlarni qiladigan protsedura natijasini uzoqroq podдерживать, ushlab turish uchun ular ichi toza bo'lishi kerak. Ya'ni ichki yosharish bo'lishi kerak. Bu birinchidan. Ikkinchidan, suv tuz balansini normallashtiramiz. Birinchi o'rinda ichaklarni sog'lomlashtiramiz. Esinglarda tursin, ichaklar sog'lom bo'lsa, ichak sog'lom bo'lsagina inson uzoq umr ko'radi. Hamma narsa shundan. Chunki o't qopi nagruzkadan chiqadi, jigar, pochka sog'lom bo'ladi, gormonal balans normallashadi. Ayollar, sizlarga hamma narsa tavsiya qilaman, ichki yosharishni.